التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda baxt saodat haqida to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: "Men amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yani ayol müminlerden kimki yaxshi amal qildi ekan, yani amal solih qildi ekan, biz uni albatta obdan bir hayotda, saodatlik bir hayotda yashaymiz. Albatta ularning mukofotini qilgan amallarining eng yaxshisi bo'yicha beramiz yani. Yani odatdagi bir amallar bo'lsa-mu, eng yaxshi amallarning qatorida o'tkazib, shunda mukofot beramiz. Endi bu yerdagi hayatan tayyiba. Hayatan tayyiba Alloh taolo yani yaxshi amal qilganlarni, iymon etganlarni, Allohning amrini tutganlarni bu dunyoda yaxshi hayotda, ya'ni go'zal hayotda, saodatlik hayotda yashashni va'da qildi. Endi mushadiki hayatan tayyiba deganni mufassirlar halol rizq ichida yashaymiz, saodatlik yashaymiz, qanoatlik yashaymiz deb har xil tafsirlarni qilgan. Bularning hammasini maqsad qildi desak bo'ldi. Bularning hammasini o'z ichiga olganda, ya'ni iymon etgan, yaxshi amal qilgan, o'zini Allohga topshirgan, Allohga bog'langan, Alloh bilan bo'lgan bandalarni Alloh taolo bu dunyoda huzur halovatga to'lgan, qalbi huzur halovatga to'lgan, ko'ngli Alloh bilan orom topgan, saodatlik, baxtlik bir hayotda yashaydi desak bo'lishi mumkin. Endi baxt saodat naytı bak chiroyli anıladigan gap. Dunyoda baxt saodatni talab qilmaydigan hech qanday inson yo'q. Tarixdan beri har qanday inson baxt saodat uchun intilgan. Odatdagi fuqarolardan tortib, qasrlarda o'tirgan isil podshohlardan tortib, hammasi saodatga intilgan. Faylasoflardan tortib, hukmronlardan tortib, odatdagi odamlarga qadar hammasi baxt saodat uchun tirishgan, hammasi baxt saodatni izlagan. Ammo shu baxt saodat zodi nima? Shu baxt saodat har bir odamning tushunchisida baxt saodat o'xshash bo'lmagan. Ba'zi odamlar baxt saodatni mol dunyodan ko'rib, shu mol dunyoni jiq topsam, men baxtlik, xushallik, yaxshi yashashim mumkin deb bütün himmetini mol dunyoga qaratishi mumkin. Ama mal dünyanın bu bazı adamlarga şunda yaxshi, yani bazı adamların yaxshi işlerini qilishi, texmi yaxshi adamlardan bo'lishi, Alloh taolaning dargohida ko'p savob qozonishi uchun mal dunyo uning foydasi bo'lsa, bazı adamlarga bu mal dunyo bazı adamlarga ziyonliq bo'ladi masalan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Abdurrahman ibn Avf bilan Osman ibn Affan radhiyallohu anhuninki mal dunyosi ular uchun ta qiyomatgacha Alloh taolaning rahmati yig'ib turadigan bir yaxshi bir sharafga nail bo'lishiga, shularga yordam qilgan. Masalan, mush ikki sahoba, ya'ni undan boshqa sahobalar bor, mol dunyosini ayamay Alloh yo'lida xarj qilgan. Hatta masalan birer cihatlarga 200-300 tugi bilan tugining ustidagi mollar bilan birga, Shamdagi mollar bilan birga Allohning yo'liga xarjlagan. Ya'ni mol dunyo bunda onunla saadet beriştiren. Mal dünya yani nurgun adamlarga ziyonliq bo'lgandan Abu Cehil, Abu Lahabga o'xshashlar pul meliga ishinib, pul melini ishlatib, Alloh taolaning dinini to'sish uchun ishlatgan pul melini. Shu ta qiyomatga ular la'natga bo'lgan. Qarun mal dunyosining zakotini bermaganligi uchun yerga mal dunyosini billa ko'mtirilib, ta qiyomatga la'natga uchragan. Demak, mal dünya hammadan baxtlik, saodatli qilolmaydi. Shunga mal dunyoni insonni baxtli qiladi deb kesib qilib bo'lmaydi. Ba'zi odamlarga shunda yaxshi oqibatni keltirsa, ba'zi odamlarga ajda halokatni keltiradi. Endi mal dunyo farzandlarni bo'lgani emas endi. Farzandlarni
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de el malu vel benun zinetul hayatü dünya dedi. Mal, pul mal yani balla bu dünya zinneti, bu dünyanınki şu hayat dünyanın zinneti yani deydi. Maqtagan yarim var. Kur'an-ı Kerim'de malını hayır deb maqtagan, farzand yaxshi solih farzandlarni maqtagan. Rasulullah hadislarda maqtagan. Ama hemmisi bu mutlak, hemmisi bunda bo'lmaydi. İnnema amvalukum avladukum fitne deydi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sizlerin mal dünyalarınla ve farzandlarınla sizlerge bir türlü sınak. Bu sınaktan ötkenler cennetini kazandı. Allah Teala'nın muhabbetiga, yardımıga sabır buldu. Bunun ötkenler şu mal dünyanın fitnesi, farzandlarning fitnesinden Allah Teala'nınki g'azabiga uchrab qolishi mumkin. Şuna mutlak degili bo'lmaydi. Mutlak farzandning bo'lganligi saodatli degili bo'lmaydi. To'g'ri hamda balliq uy bozor, balasiz uy mozor deb bizningki ko'rlarimiz bunday degan. Demak, balaliq uy haqiqatan shodlik, xushallik yaxshi bo'ldi. Ama bunu saadetning birdan bir saadetninki sebebi degili bo'lmaydi. Ballancha. Ballar bilan saadet bilan bo'ldi. Aş ballarninki yaxshi bo'lmaganlik bilan falokat, uning falokatini tortib, nayt jiq jafo tortgan oilalar bo'ldi masalan. Reallikda ko'ryapmiz. Uning baxt saodatni texnikada degan bo'lmaydi. Masalan, fan texnika uzoqni yaqin qilib, qiyin ishlarimizni o'ng'aylashtirib, bizga shu dunyoda nayt yaxshi bir ishlarimizga yordam qilgan bo'lag'liq hamda. Bu fan texnika nayt yuqori bo'lgan fan texnika obdan qo'llanilgan kishilarga baxtli degili bo'lmaydi masalan. Ko'ryapmizki masalan eng taraqqiy qilgan yezi egiliklaridan tortib, shaharlardan tortib, uy saymonlardan tortib hamma narsa mashinalashgan shunday taraqqiy qilgan davlatlardagi insonlarniki masalan filmlarda ko'ramiz. Qanday bir narsa ko'rsak, ularning inton jiddiy, ko'zida bir kulki yo'q, yuzida kulki yo'q, xushallik yo'q. Aslında bir aramlık içinde, iztirap içinde, aldaş içinde körümüz mesela. Ama bunda fikirlerini mesela, Bangladeşlilerin değil, Hindistanlıların değil, Avrupa, Afrika'daki en kembağıl insanların değil mesela. Aslında şunda kembağıllık yok içinde durup, insanlara karşı külüp karaydıgan, hoşallık çıkıp durduğun. Demek bununki mal dünyayla yoki texnikada hech qanday munosabati yo'q bu nimaniki saodatgacha. Saodat qalbdagi narsa bo'lgandan keyin bu saodatni his qilganlar binan topolmay qolgan odam bo'lsa his qilaverdi. Saodatni his qilmaganlar dunyoning butun boyligiga, butun mansibiga, butun hurmat hammaga erishgan bo'lsa u his qilolmaydi endi. Bu reallikda ko'ryapmiz masalan. Masalan bir odam bir ayığı yitib ketgan bu yoki ish binasidan shikoyat qilib nayt achchig'i kelib shundoq g'azab bilan ko'chaga chiqqanda bir puti kesib ketgan bir odamni assalomu alaykum ahvolingiz yaxshi deb shunda kulib turib tabassum bilan shunday qarab qattiq ta'sirlanib ketganligi masalan men bir oyoq to'g'risida bir oyog'imni almashtirib bo'lgan bir oyoq to'g'risida g'amkin bo'lib ketibman. Ma kishining putidan ayrilib qolibdi. Yana bu o'zi xushal turyapti. Ya'ni demak u binasining mo'lliqidan emas endi saodat endi saodatsizlik binasining yo'qligidan emas. U faqat qalbdan keladigan, o'zimiz chiqaradigan bir xushallik tuyg'usi ekan endi. Shunga hammadamda o'xshash bo'lmaydi. İnsanlarning dunyoda bu saodatga qarta tutgan mavqifga o'xshash emas. Ba'zi saodatni mal dunyodan ko'rsa, ba'zi texnikadan, ba'zi farzandlardan, ba'zi yana boshqa narsadan aylanib qilish mumkin. Endi ne'matga shukr qilish, musibatga sabr qilish mu'minlarningki prinsipi va saodatningki omili. Mu'minlarni shundoq o'zida yo'q bo'lsa-mu, ko'plagan davlatlarning, ko'plagan millatlarning oqsa qolgan bo'lsa taraqqiyotda, kambag'al bo'lsa-mu, ammo mu'minlarning shundoq yuzidan xushallik, saodatningki jilvisi ketmaydigan shundoq mu'minlarning Alloh taologa bo'lgan iymoni endi. Ya'ni mu'minlarningki shundoq muhim, yaxshi ikki quroli bor. Allah musibatga uchrasa sabr qiladi. Yaxshilik yetsa Alloh taologa shukr qiladi.
Bu ikkilisi o endi mu'minninki o'zi uchun shunday yaxshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mush ma'noda aytgan bir hadisi bor. Ajaban li amrul mu'min deb boshlaydi. Mu'minninki ahvoli hayron qilinib, uningga beshiga bir musibat kelsa, sabr qildi, ne'matga erishsa, shukr qildi deb. Masalan, bizning mu'minniki birdan bir eng saodatni, xushallikni, huzurni hosil qilishniki prinsiplaridan bir prinsip endi. Endi qanoat deymiz. Qanoatmi musulmondagi uni baxtli qiladigan, xushal qiladigan omillarning biri. Endi qanoatni nurg'un odam xato tushunib qolishi mumkin endi. Ya'ni qanoat qilib ishlamasangiz mayli, dunyoning oqsi qolsangiz mayli, ishlamasangiz mayli, shunday qilib qilinganlik emas. Bu qanoatda ibodat masalasi kelgan vaqtida Alloh taologa ibodat qilishda, Alloh taolo qo'lchilik qilishda, Alloh taoloning amri farmonlarini o'rinlashda va dunyolik uchun ishlashda, bolalarimiz uchun, oilamiz uchun eng yaxshi turmush saviyasiga erishish uchun qattiq ishlashda buningda qanoat qilishga bo'lmaydi. Qanoat yo'q buningda. Qanoat faqat Alloh taoloning taqsimotiga rozi bo'lishda. Masalan, men o'xshash ishni ishlayman, falon do'stimning mashinasi menikidan yengil, falon do'stimning uyi menikidan yengil, falon do'stimniki ya'ni nimasi turmushi mendan yaxshi yetib bordi, men shunga o'xshash ishlayman, nima mening unda bo'lmaydi demaslik endicha. Alloh taolo rizqini taqsim qilib berdi o'z hikmatiga asosan insonlarga. O'xshash diplom bilan ishlaydigan ikki odamniki turmush saviyasi o'xshash bo'lmaydi. Uniki baxt saodat his qilishimi o'xshash bo'lmaydi. Buningga endi qarshi chiqqan odam Alloh taoloning taqsimotiga qarshi chiqqan bo'ldi. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisida asla o'zingning yuqori turadiganlarga emas, o'zingizdan tuvan turadiganlarga qaranglar. Ya'ni amal ibodatda, toat ibodatda o'zimiz yuqori turadiganlarga qarab, shulardan ulgu olib, men shunday bo'lishim kerak deb qilishim kerak. Ammo taqsimotda, rizqning taqsim qilinishida, maishat ishlarimizda o'zimizdan tuvan turadiganlarga qarab, o'zimizni qiyos qilganimizda, o'zimizning ulardan ne kadar üstün, qaysi taraflardan üstün, yuqori ekanligimizni bilib, Alloh taologa bo'lgan shukrimiz aşıdı yani. Aşıda bo'lish kerak endi. Endi dunyoda o'zimizdan tuvan turadiganlarga qarab, shu tuvan turadiganlarninki saviyasiga qarab ibrat elish bizni Alloh taologa shukr qilishga elib beradigan nihoyatda bir muhim ishda endi. Mushumu bizni tafakkur qilishga, Allohning ne'matlari ustida o'ylashga elib boradi endi. Endi baxt, saodat va xushallik degan narsa, bunda o'ylab baxsak, bir narsaga erishish jarayonida bo'ldi ekan bu. Bir narsaga erishish jarayonida. Erishib bo'lgandan keyin bo'lmaydi masalan. Masalan, balla cho'ng bo'lsa deydi. Shuni orzu qildi, shunga yetish uchun cho'nglab bo'lgandan keyin u xushallik tugab qoldi. Maktab bitirsan bo'ladi, maktab bitirib jamiyatga chiqsam bo'ladi. Maktabni bitirguncha shunday xushallik, ya'ni shuni bir orzu qilib, unda intilimiz, tirishchilik ko'rsatamiz. Maktabni bitirib bo'lganda bu xushallik tugab qoldi. Masalan, bir tog'ga chiqmoqchi bo'lgan odam tog'ning cho'qqisiga chiqishni orzu qilib, shu xushallik ichida shunga qattiq intiladi. Tog'ning tepasiga chiqib bo'lgandan keyin xushallik u yerda yo'q, tugadi. Bo'lmasa agar xushallik bo'lgan bo'lsa, tog'ga chiqqan odamlar tushmasligi kerakdi. Ammo chiqib bo'lgan odam tushdi. Yuqoriga chiqqan odam, ya'ni tuvanga tushdi endi. Demak endi baxt saodatni biz o'zimizdan chiqara olamiz ekan. O'zimizning qalbidan, o'zimizdan chiqara olamiz. Baxt saodatniki eng katta omilniki, eng birinchi omili Alloh taologa bo'lgan iymon endi. Alloh taolo mening yanimda, Alloh meni qo'g'daydi. Alloh taolodan iborat sonsiz, hisobsiz, tangdoshsiz bir kuchga men bog'lanib turyapman. Allohning himoyasida va uningki boshqarishida, kuzatishida turman degan e'tiqod. Ya'ni Alloh mening rizqimni berdi, yomonlik kelsin, yaxshilik kelsin, hammasi Allohdan keldi degan e'tiqod bizni nihoyatda rohat qilyapti. Ko'nglimizni shunday bir rohat qilyapti. Mushu rohat ichida ko'nglimizdagi mushu qanoat va mushu kuchli iymon sayesinde dünyanın qattiqchiliklari, dünyanın qiyinchiliklari, beshimizga kelgan musibatlar bu hech qaysi bizni tavritolmaydi va bizni ruhiy
ve cismani jihatdan bizni kesel kılanmaydı. Ama imanı bo'lmagan adamlarda dunyoning qiyinchiligidan qutulish uchun o'zini o'ltirib olish eng o'ng'ay chora bo'lib tanlandi. Shunga o'zini o'ltirib oluvchilarningki shu Yevropa ellari deymiz, Amerika deymiz, dindan yiroq, Allohdan yiroq insonlarda intayin ko'p ekanligini va endi %100 musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin Alloh taologa bog'lanib turgan shu musulmon dunyosida, islom dunyosida o'ltirib olganlarniki 0 derecesinde, 0'dan tuvan ekanligini shundan ko'rib bo'ldi. Ya'ni musulmonda umid uzilmaydi. Endi Alloh taolaning rahmatidan, Alloh taolaning yordam qilishini umidini uzgan odamda iymon bo'lmaydi. Shunga la ta'asu min rohillah, innahu la ya'su min rohillah illa al-qawmul kafirun. Yusuf alayhissalomning dadasi bolalarga tavsiya qilganda Allohning yordamidan umidini uzmanglar. Haqiqatan Allohning rahmatidan ümidini üzüdüğünü fakat kafirlik ümidini üzüdü. Boğunumuz boğan bizden bunda deydi. Şu boğunda kıldan. Ama mümin adam kanda şarayet olap kalsın. Kanda kıyınçılık aslında olsun. Allah'tan ümidini üzmeydi. Şu an mümin adam kuşluk. Mümin adam kuşluk ve mümin adam huzur, halavetlik ve bəxtlik. Şu an müminler kuldu boğmusu mu, iktisadı boğmusu mu, dünyanın oldu tutulanmagan boğmusu mu, yana ular bəxtlik. Şuna biz şu bəxt saadetimizni saqlab qilishimiz uchun iymonimizni kuchaytirishimizga, axloqimizni isloh qilishimizga va dinimizga texmi yaxshi bog'lanishimizga, Alloh taolo bilan bo'lgan munosabatimizni texmi yaxshi darajaga ko'tarishimizga tirishishimiz bak muhim. Bular shu Ramazon oyi, Ramazonning oxirgi 10'iga kelyapmiz. Oxirgi 10 ham mo'l husul davri. Ya'ni bir fursat, Alloh taolo bizga ato qilgan bir fursat. Allah Allah'ın rahmetiga, köprek rahmetiga erishish, gunohlarimizning mag'firati ve tilaklerimizga erishish degandek, ya'ni bir yerda bir qatim keladigan nihoyatda cho'ng bir fursat. Endi shu fursatni ching tutishimiz kerak. Buningdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki Ramazonda qilgan amallarining ichida eng ashuru ko'p bo'lgani Qur'on o'qish, kechalari tahajjud o'qish ve xeyr sahavatni ko'p qilishandi. Rasulullahning shu Ramazon oyida xuddi shamoldimi bak shunda sehiy bo'lib ketadi degan hadislar bor. An Rasulullahni shu tahajjud namozda turib putlari qapirib ketadi degan hadislar masalan. Bundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga har Ramazonda Jibril kelib Qur'onni boshdan oxir billa o'qib tinchib ayda qilganlikda vafot bo'lgan yili 2 qatim tinchganligi. Demak, bunların hammasi shu ayda Alloh taologa bo'lgan ibodatimizni loyiqga yetkazish, Qur'on o'qish, ya'ni Qur'onni ko'proq o'qish, bularning ma'nosini bilib, bir tafsirdan yoki Qur'onning tarjimasini bilamdi, shu ma'nosini o'qiganlar shu Qur'onni o'qiganga o'xshashadi. Biroq shu namozda tarjimani o'qishdan namoz ado bo'lmaydi. Başlayanın hemsinde Kur'an okuğanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deganligi bir harf okuğanı 10 savab, 3 harf okuğanı 30 savab degan shu tercümesini okusun 30 savab buludu. Biroq namazda Kur'an'ın tercümesini okusa ada tapmaydı. Arapçasını okuştu, tekstini okuştu. Ondan başka yerlerde Kur'an'ın şu tercümesi, Kur'an'ın tekstini okuştu. Şunun orunda durdu. Bular tercümesini o'qiganda, tafsirini o'qiganda, texmi Alloh taolaning nima deganligini avom xalq bakroq anglaydi endi arab tilini bilmaganlar. Texmi bak tushunadi uni. Shunga tercümesini, tafsirini o'qishni bakroq tarjih qilamiz. Bunda Alloh taolo hammamizni ulug' Ramazon oyininki sharofatidan to'liq bahramand bo'ladigan saodatli mo'min bandalardan qilsin. Hurmatli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keladigan hafta yana shu soatda birga bo'lish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.